Lola Alimxojayeva Tilmanova, professor, Respublika bosh onkomamologi. Bugungi kunga sut bezi saratoni faqat bizning mamlakatimizda, balki butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Jahon sog'liqni saqlash jamiyati bergan statistikasiga ko'ra, har yili 2,5 milliondan ortiq ayol shu kasallik bilan kasallanar ekan. Bizning mamlakat o'zida situatsiya qanaqa desak, misol uchun o'tgan yili 2024-yilni olib qaraganimizda Cancer Register statistikasi bo'yicha bir yilda 4,5 mingta ayol murojaat qilgan. Lekin 54% birlamchi ko'rik asosida aniqlangan. Ularning ichida 12% birinchi bosqich, 58% ikkinchi bosqich, 20% uchinchi bosqichda hamda 8% to'rtinchi bosqichda. 5 yil oldingi statistikani qaraydigan bo'lsak, birinchi bosqich faqat 10% bo'lgan. Lekin to'rtinchi bosqich 9,5% bo'lgan. Bugungi kunga tekshiruv usullari yaxshi bo'layotgan tufayli, skrining dasturlari, birlamchi ko'rik dasturlari keng tarqalayotgan tufayli biz birinchi va ikkinchi darajalardan ko'proq aniqlayapmiz. Kundan kunga saraton kasalligi ko'payib boryapti. Bu degani hamma kasallanib ketyapti degani emas. Bu degani ikkita faktori bor. Birinchida, mana shu tekshirish usullari yaxshilanyapti, birlamchi ko'rikli yaxshilanyapti, kasallikni vaqtli aniqlayapmiz. Ikkinchisi, yoshi katta bo'lgan sari bu ayollarda shu saraton kasalligi uchrashi foizi baland bo'ladi. Chunki asosiy sut bezi saratoni 65-75 yoshdagi ayollarda uchraydi. O'shanga qanchalik ayol kishi uzoq yashasa, shunchalik kasallik uchrashi ko'proq bo'ladi. Lekin statistikasi bo'yicha har 7-chi ayol bu kasallik bilan kasallanishi mumkin. Lekin grubi statistika qaraganimizda har bir 3-chi ayolda bu kasallik bor. Nimaga bizaga birinchi, 3-chi, 4-chi bosqichda murojaat qilishadi? Nimaga bizda vaqtliroq murojaat qilishmaydi? Chunki bu kasallik o'zini bildirmaydi. Bu kasallik o'zini ko'rsatmaydi, sezilmaydi. Kichkinagina nuqtacha bo'lgan holatidan 1 santimetrlik bo'lgan o'smagacha 5 yildan 7 yilgacha kerak. O'shanga bu holatda og'ir kasallikni davolamasligi uchun, bu holatni oldini olish uchun, bu holatni oldini olib tezroq ko'rib, balki mana shu saraton oldi kasallik holatida aniqlash uchun mana shu skrining tekshiruvlari keng yo'lga qo'yilgan. Birinchi, ikkinchi darajada aniqlaymiz, bu kasallikni bir xilda oldini olamiz. Agressiv ximioterapiya, gormon target terapiya o'tkazmaymiz, a'zo saqlovchi amaliyotlar bajaramiz hamda yashash sifati yaxshilangan holatda bemorlar o'zi ham yaxshi hamda uzoq remissiyada yashaydi. Chunki 5 yillik ko'rsatkich bugungi kunga 48%. 5 yil oldin 40-42% edi. O'lim ko'rsatkichi ham ancha pasaygan. Mana bugungi natijalar o'zi shunaqa. Endi bu kasallik nimadan kelib chiqadi? Bu narsaga nima sabab beradi degan o'zida birinchi nasldan o'tadi. Chunki ona avloddan, onasidan, singlisidan bo'lsa, xolasida bo'lsa, buvisida bo'lsa, bu kasallik ayolda uchrashi mumkin. Qaysi ayolda uchradi? Misol uchun ikkita gen bor. BRCA1, BRCA2. Shu genlarning mutatsiyasi ko'payib ketsa, shu ayolda 85% uchrashi mumkin. Ikkinchisi qo'shimcha kasalliklar. Misol uchun qalqonsimon bezi kasalliklari bo'lishi mumkin, ginekologiya tomonidan kasalliklar bo'lishi mumkin, qandli diabet bo'lishi mumkin yoki semizlik bo'lishi mumkin. Shu kasalliklar ham yondosh bo'lib, shu sut bezi saratoniga olib keladi. Qo'shimcha yana bir faktor aytishimiz kerakki, mana oxirgi payt yosh katta ayollarda o'zi uchraydigan bu sut bezi saratoni. Lekin kasallik yosharib ketyapti. 5 yil oldin 35 yoshli ayolni ko'rsak, bizga bu shok holatini olib kelgan edi. Qanaqa qilib 35 yoshda ayol kishi kasal bo'ldi. Lekin mana oxirgi 1 oy ichida 3 ta bemor menga murojaat qildi. 21, 22, 25 yoshli ayollar. U yetmagandek bu ayollar homilador edi, uchalasi ham. Chunki kasallik o'zini bildirmadi. Bu ayollar eng homila bo'layotgan paytida menga murojaat qildi. Lekin bu gormonal o'zgarish tufayli, homila tufayli kasallik tez o'sib ketdi, 4-darajada murojaat qilishdi. Juda qiyin bu holatda. Biz o'ylaymiz, farzand olib qolishimiz kerakmi yoki onani olib qolishimiz kerakmi? Bu holatlar ham ko'p kuzatilyapti. O'sha uchun ham mana shu skrining, tekshiruv, birlamchi ko'rik, check-up programmalarini biz ko'p gapirib, ko'p tatbiq qilishimiz kerak.
Endi yana yoshlarda nimaga bu narsa ko'p kuzatilyapti? Birinchidan yoshlar bugungi kunga kech turmushga chiqishyapti qizlar o'zi. 35-36 yoshda turmushga chiqib, birinchi homiladorlik kech bo'lyapti. Ikkinchisi, gormonal preparatlar. Bilar bilmas gormonal preparatlar iste'mol qilishadi. Misol uchun kontratsepsiya gormonal preparatlari yoki bir qanaqadir ozdiradigan dori-darmonlar u ham ta'sir qiladi. Uchinchisi, hali yuqorida aytganimdek, bu nasl faktori. To'rtinchisi, har xil tamakilar. Mana bugun ko'ramiz, kundan kunga yangi nima deydi, innovatsion kichkina kalyanlar chiqib ketgan. Ichida qancha kanserogenlar bor, buni bilmaymiz, lekin bu bizani yoshlar uchun modaga kirgan. Yeyotgan narsasi, noto'g'ri ovqatlanishi, har xil fast foodlar, bu hammasi shu kasallikka yosh ayollarda olib keladi. Lekin mana o'tgan haftaning ichida ikkita qizcha keldi. 11 yosh bilan 13 yosh. Bularda nima bo'lishi mumkin? Bularda qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Stress katta holat bo'lishi mumkin. Lekin 11-13 yoshda qanaqa stress bo'lishi mumkin? Agar bular bilan gaplashib ko'rganingizda, bularni uydagi muhitini stressi bo'ladi. Ota-onani orasidagi janjal, onasi bilan buvisini, qaynona kelin orasidagi janjal. Mana shu stress holatida katta bo'layotgan qizchalar hamma alamini ichiga yutib, stress holati olib keladi. Katta hajmli, xavfsiz, lekin katta hajmli fibroadenoma paydo bo'ldi. Shu ikkala qizcha operatsiya bo'ldi. Hamda shu qizchalarning ham ikki qo'lida fast food yeyishadi. Bugungi kunga bolalarning onkologiyasi ko'payib ketyapti. Bu sut bezi saratoniga taalluqli emas, lekin buni ham albatta aytishim kerak. Ertalab ishga ketayotganimda, misol uchun qarasam, bolalarni bog'chaga olib ketishayotganda ikkita qo'liga shirinlik berib qo'yishadi. Har xil rangli, chiroyli rangli shirinliklar. Bular ham hammasi ichida kanserogen. Kireyeshka deymizmi, chips deymizmi? To есть mana shu noto'g'ri ovqatlanish ham juda katta ahamiyatga ega. Fizkultura kamayib ketdi. Hammada o'tirish holat. Uyda o'tiramiz, mashinaga o'tirib ishga boramiz, ishxonada yana kompyuter bilan o'tiramiz. Mana shu holatlar ham ko'payib ketdi. Mana shu hammasini qamrab olganda sut bezi saratoniga keltiradigan holatlar bor. Endi bu kasallik bilan kasal bo'lmasdan iloji bormi? Bor. Misol uchun bugungi hech bir ayol o'ziga o'zi aytolmaydi, garantiya bera olmaydi. Men bu kasallik bilan kasallanmayman deb. Chunki hozir muhit o'zi og'ir. Ekologiya, to'g'rimi? Tashqi muhit ifloslanish bu katta. Stress holati, uydagi muhit, bitovoy muhitlar hammasi ta'sir qiladi. Buni nima qilish kerak? Bu kasallikni oldini olish mumkin. 2 yilda bir marta, mana misol uchun buni biz 5 yil oldin aytardik, 2 yilda bir marta tekshiruvdan ayol kishi o'tib turish kerak. Lekin bugun biz 2 yilda bir marta emas, 1 yilda bir marta deymiz. Chunki pogranichniy rak chiqib qolyapti 2 yil kutsak. 1 yilda bir marta tekshiruvdan o'tish kerak, check-up qilish kerak. Check-upga nima kiradi? 20 yoshdan boshlab qizlar ultrazvuk tekshiruvidan o'tish kerak. Ikkala sut bezi, qalqonsimon bez, bachadon to'liq o'tkazish kerak ultrazvukdan. Ginekolog, mammolog, endokrinolog tekshiruvdan o'tish kerak. 40 yoshdan boshlab shu ultrazvuk tekshiruviga hamda mana shu konsultatsiyalarga mammografiya qo'shiladi. Qo'shimcha yana misol uchun analizlarni topshirish kerak. Umumiy qon tahlilini ko'rish kerak, biokimiya tahlilini ko'rish kerak, qandni ko'rish kerak, lipidniy обменni, xolesterinni ko'rish kerak, vitamin D ni holatini ko'rish kerak. Agarda naslda bu kasallik bo'ladigan bo'lsa, gen test o'tish kerak. BRCA1, BRCA genlarni mutatsiyasini tekshirib ko'rish kerak. Agar bu narsa baland bo'ladigan bo'lsa, bu kasallikni oldini olish kerak. Lekin eng asosiysi, har bir ayol bir oyda bir marta o'zini o'zi ko'rib turish kerak. Misol uchun hayz ko'radigan yoshroq ayollar hayz tugagandan keyin bir haftadan keyin. Yosh katta menopauzadagi ayollar bir oyi bir kunini olib o'zini tekshirib turish kerak. Oynaga o'zini misol uchun olib ko'kraklarini ko'rib, rangiga ahamiyat berish kerak. Ko'kraklarning rangi o'zgarmaganmi, qizarmaganmi? So'rg'ich holatiga ahamiyat berish kerak. So'rg'ichli ichiga kirib ketmaganmi, yallig'lanmaganmi? So'rg'ichdan ajralmalar chiqmayaptimi? Ikkala ko'krakning simmetriyasiga qarash kerak. Bitta ko'krak kattaroq, bitta ko'krak kichkinaroq emasmikan? Mana shu holatlarni qaragandan keyin agar nimadir o'zida sezadigan bo'lsa, darrov mammolog huzuriga borib murojaat qilish kerak.
har yili butun dunyo bo'yicha oktyabr oyida butun dunyo sut beziga qarshi oy deb e'lon qilingan. Bu nafaqat bizning mamlakatimizda, balkim Yevropada ham, Amerikada ham, Rossiyada ham katta marafonlar o'tkaziladi, artistlar chiqadi, bemorlar shu muammo bo'yicha suhbatlar olib borishadi. Bizda ham har yili misol uchun onkologlar, mammologlar ayollar o'zi bilan suhbat olib boramiz, ayollar bilan gaplashamiz, tekin ko'riklar o'tkazamiz hamda shu kasallik ko'payib bormoqda, shu kasallik birinchi o'rinda turyapti, bu kasallikni oldini olinglar deb ularga to'g'ri tushuncha beramiz. Endi sut bezi saratoni asosiy stressdan kelib chiqadi deymiz, lekin o'zidan o'zi stress olib kelmaydi saratonga. Mana misol uchun stress bo'ladi, surunkali stressga o'tadi. Har kuni stress porsiyasini olasiz. Shun bilan immunitetingiz tushadi. Immunitet tushgandan keyin surunkali shamollash, yallig'lanish holati keladi organizmda. U sekin-sekin saratonni boshlanishiga olib keladi. Psixolog faqat yordam berishi mumkin. Umumiy holatiga, stressdan kechishiga, o'ziga kelib olishiga yordam berishi mumkin. Lekin davoni hech ham psixolog qila olmaydi. Davoni onkolog, mammolog o'zini mutaxassisi qiladi. Oxirgi payt biz bitta narsaga ahamiyat berdikki, juda ham ko'p polvonlar ko'payib ketgan yoki tabiblar ko'payib ketgan. To'g'ri, ayol kishiga tashxis berganingizdan keyin mana sanda saraton degandan keyin keladimi? Yo'q. Mammolog hech qachon kelmaydi. Chunki qo'rqadi. Ximiya olaman, chochim to'kilib ketadi, nur olaman, mazam qochadi, operatsiya qilishadi, ko'kragimni olib tashlashadi. O'shanga qayerga boradi? Internetda ochadi, darrov tabibga boradi. Tabib nima qiladi? Bir kichkinagina suyuqlik dorisini berib, mana shu sehrli dori deb boshini silab beradi. Lekin biz bitta narsani unutishimiz kerak emaski, tabibni berayotgan giyohlari mana shu saraton kasalligini rivojlanishiga olib keladi. Eng yomon tomoni nimaki? Butunlay o'smani qamrab olib, keyinchalik onkologga murojaat qilgandan keyin ximioterapiya bergan o'zida ximioterapiya уже ta'sir qilmaydi. Bizning tilda rezistentnost paydo bo'ladi. Davoga ta'sir qilmasdan shu o'sib ketib, rivojlanib ketaveradi. Bu tabiblar, bu insonlar umuman meditsinaga taalluqi yo'q insonlar. Oddiy meditsina diplomi ham yo'q insonlar. Lekin bular aldab, shu bemor boshini silab, orqasiga urib, og'ziga tuflab davolaydiganlarni juda ko'p eshityapmiz. Ulardan kelayotgan birinchi bosqichda borib, bizga 4-bosqichda qaytib kelayotgan bemorlar ham afsus juda ko'payib ketdi. Murojaat qilishi birinchi mammologga murojaat qilish kerak. Ko'p ayollar o'zi mammolog borligini ham bilmasdan ginekologga borishadi. Endi baribir ginekolog bu ginekolog. Sut bezini qay darajada to'g'ri paypaslash, normal holatni kasallik holatdan ajratishi baribir ginekologlar yaxshi bilmaydi. Kerak bo'lsa bizda markaziy respublika onkologiya markazi bor, mammologlar o'zi bor, juda yuqori mutaxassislar. Shahar onkologiya dispanseri bor, viloyat onkologiya dispanseri bor. Har bir viloyatlarda bizani o'zini dispanserlar, bizani filiallar o'zi bor 14 ta. Hamma yoqda mammolog bor. Respublika bo'yicha 84 tadan oshiq mammologlar o'zi bor. Hammasi yuqori darajali mammologlar. Mammologga murojaat qilib, o'z shikoyatlarini aytib, balkim bu shikoyatlari yo'qdir, lekin biz bugungi nimani tatbiq qilyapmiz, nimani gapiryapmiz? Kasallik bo'lganda borish kerak emas. Kasallik bo'lganda bu kasallik o'tib ketgan bo'ladi. Murojaat qiladi qachon? 3-4 darajada, o'sma kattalashib ketganda, o'sma og'riq berganda, o'sma yemirilib chiqqanda, bir qanaqadir sassiq hid chiqqanda. Yo'q. Sog'lom paytida 1 yilda 1 marta hech nima bezovta qilmaganda kelish kerak. Ana o'shanda endi rivojlanayotgan yoki endi paydo bo'layotgan kasallikni biz ko'rib, oldini olib, shu kasallikni imkoniyati o'zi bor to'liq yo'qotishga. Asosiy maqsad o'zi ham shu, bizani ayollar o'zini maksimal darajada sog'lomlashtirish. Lekin ayollarga ham aytadigan gapim bor, birinchi o'chirda ayollar o'zinglarni o'ylaylar. O'zinglarni sog'lig'inglarni o'ylaylar. Agar sizlar sog' bo'lsanglar, sizlar uyinglarga ham keraksizlar, eringlarga ham keraksizlar, farzandinglarga ham keraksizlar, jamoatga ham sog'lom ayol